Koreyada biror bir brend bu darajada rivojlanib ketishi uchun uni qolganlariga qaraganda farqli jihati bo'lishi kerak. Aynan Janasel'ning tarkiblari 11 yildan beri patentlangan. Bu degani bunday tarkib boshqa brend mahsulotlarida mavjud emas. Aynan kuchli ginekolog professorlar o'ylab topgani uchun tarkiblari tabiiy va xavfsiz hisoblanadi. Koreya Sog'liqni saqlash vazirligidan o'tgan va juda ham ko'p xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan brend. Buni oq seti bor, premium, buning ichida 8 ta bo'ladi. Ishlanish usullarini o'zim klientlarimga tushuntirib beraman va qora seti bor. Oq setini yoki qora setini ishlatishda albatta konsultatsiya asosida maslahat beraman. Bundan tashqari intim zonalarda oqartiruvchi o'zini shunaqa penkasi bor. Buni ham tarkibida supercell ekstraktlari mavjud bo'lib, oqartiradi, antibakterial hisoblanadi, hidlanishlarni ketkazadi va shamollashlarga ham qarshi. Undan tashqari o'zini 18 xil tabiiy moylardan tayyorlangan shunaqa aroma oili bor. Bu 24 soat hid beradi qizlar. Juda ham zo'r feromon hisoblanadi, antibakterial, jenskiy lablarga balzam hisoblanadi. Ko'krak kattaytiruvchi va yog' erituvchi kremlari ham mavjud qizlar. Kimdir operatsiyalardan har xil kosmetologik muolajalar olgani qo'rqsa, albatta uy sharoitida bemalol hajm berishi mumkin va hajmini ozaytirishi mumkin, aynan yog' to'playdigan zonalarda. Meni ko'nglimdan joy olgan mahsulotlardan biri bu albatta shampuni va balzami. Birinchi raqamlisi bu shampun, ikkinchi raqamlisi bu balzam hisoblanadi. Mahsulotlarda o'zini qadrlaydigan, o'zini sog'ligini o'ylaydigan opa-singillarimiz olib ishlatishlarini maslahat beraman. Albatta hammasining natijasidan mamnun bo'lishadi. Kechagina bu brendning professorlari bilan miting uyushtirdik va yangi mahsulotlarini prezentatsiyasini qilib berishdi. Tarkiblarini chuqur o'rgatib va ikkita shunaqa zo'r mahsulotlari chiqqan qizlar aynan Janasel brendini birinchi bo'lib bizning magazinimizda bo'ladi, chunki уже buyurtma berib qo'yganmiz, sotuvga chiqishiga sizlarga ham jo'nataman. Magazinga borishiga yana sizlarni xabardor qilaman.